Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan men Johir O'rolov. Oliy matematika fanimizdan bugungi mavzuyimiz bo'yicha misollarni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz darajali va funksional qatorlar, Maclaurin qatorlar bo'yicha trigonometrik misollarni ko'rib chiqamiz. Mana bizda misol berilgan sinus 12 gradus va bu misolimizni, ya'ni darajali qatorlar yordamida mana shu 0.10 aniqlikda hisoblashimiz kerak. Mana shu oralikqacha bo'lgan qiymatini qatorlar bo'yicha topishimiz kerak bo'ladi. Mana bizga ma'lumki, Maclaurin qatorlarda biz mana bu yerda ham sin x ni ko'rganmiz. Mana shu trigonometrik ifodalar uchun ham formulalari bor. Mana cosinus x 1 plus x ning ildizlari uchun bu yerda mana sin x ning formulasi bor. Bu yerda ham yozib qo'ydim. Endi mana shu ifodamizni shu oralikqacha bo'lgan qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mana sinus 12 gradusni men radianga aylantirib olaman. Ya'ni bu bo'ladi sinus pi taqsim 15 bo'ladi. Pi taqsim 15 bo'ladi. Chunki radianga da hisoblash qulay bu yerda, faqat o'zi radianga hisoblanadi. O'sha pi ning qiymatini biz bilamiz 3.14 va misolimizni yechishga keladigan bo'lsak, mana pi taqsim 15 bir faktorlar birga teng bo'ladi. Bu yerda esa x ning kubi, ya'ni x o'rniga pi taqsim 15 bor. Pi taqsim 15 ning kubi taqsim 3 faktorial plus pi taqsim 15 ning beshinchisi taqsim 5 faktorial. Va hokazo ketadi. O'zi mana bizda mana shu oraliq berilgan. Demak, bizga kerakli oralikda hisoblashimiz uchun asosiy mana bu ikkitasi ham men formulaga tushishi uchun, ya'ni tushunarli bo'lishi uchun yozdim. Agar bularni ham qo'shib hisoblaganimizda juda noqulay, ya'ni bu oralikdan chiqib ketgan bo'ladi. Va biz pi taqsim 15 ni o'zini hisoblab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 3.14 ni 15 ga bo'lganimda 0 butun qanaqadir son chiqadi va bu ya'ni mana shu 0.10 dan bir oralikda bo'ladi. 3.14 ni bo'lamiz. Demak, 0 butun qanday bir son bo'ladi? Demak, mana shu oralig'imizda bo'ladi. Ya'ni mana shunga o'xshagan trigonometrik funksiyalar, ya'ni tushib keladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz mana bu gradusni radianga aylantirib olamiz va o'sha formulasini bilishimiz shart. Formulani bilmasdan turib misol ishlay olmaymiz. Formulani bilgandan keyin mana radianimizni mana shu xlarni o'rniga qo'yib chiqamiz va bizda qanaqa oraliq berilgan bo'lsa, o'sha oralikgacha bo'lgan qiymatini yozib chiqishimiz bizdan talab qilinadi. Demak, misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.